dindoshlarim, Madina shahridan sizlarga salomlar bo'lsin. Hammalarga nasib aylasin, yaqinlarimlar, ota-onalarimlar kelish, ravzalarga kirib, payg'ambarimiz, janobimiz, habibimiz, shafoatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlarni kelib etish nasib aylasin. Allohim hammani oilasini tinch xotirjam qilib qo'ysin. Allohga oson kasb-koriligi, topish-tutishiligi, ikki dunyoyiligi Allohim barokatlarni yog'dirib qo'ysin. O'tganlarni o'zi rahmatiga olsin. Eng katta qabriston, qiyomatgacha yopilmaydigan qabriston mana. Payg'ambarimizning ravzalari ko'rsataman. Hammaga o'zingizlar kelib, shularga kelib duolar qilish nasib aylasin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'zbegim uylari har yili dekabr oyida kelamiz. Bu yil 4-yil kelishimiz, keyingi yil birgalashib kelishlar nasib aylasin sizlarga ham. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Amin deb yozib yuboringlar. Ota-onalar paka sog'ligida, tirikligida olib kelishlar nasib aylasin. Yaqinlarim voy qarib qoldilar, oyoqlari og'rib qoldi, yurolmaylar, chidominglar demasdan paka sog'liklarida Allohdan so'rab olib kelishlar nasib aylasin. Sog' bo'linglar dindoshlarim, vatandoshlarim, o'zbegim uylari, Baxtiyorbek Soliyev xizmatinglarda uy-joy olmoqchimisizlar, sotmoqchimisizlar? Yolg'onsiz, foiz-moyizsiz xizmatinglardamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. O'sha nomerdaman hali ham. Bolalarimiz ishlayapti, katta chegirmalar qilib qo'yganmiz, pashti tekinga reklama qilib beryapmiz. Sotiladigan uylarni, olib beradigan uylarga ham duoga olib beryapmiz. Sog' bo'linglar yaqinlarim. Hammalarga nasib aylasin. Mana bugun janoza bo'ldi. Hozir hamma kirib qabristonlarni ziyorat qilishyapti. 1,5 ming yildan beri ishlayotgan qabriston odamlar orzu qiladi. O'lmoqchi bo'lsang shu yerga kelib o'l degan joylari bor. Qiyomatgacha yopilmaydigan qabriston. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar yaqinlarim, shu yerga kelib duolar qilish har bir bandaga, har bitta amin degan insonga, obuna bo'lmagan insonlar obuna bo'lgan insonga nasib aylasin. Jigarlarimdan, oila a'zolarimdan, ota-onasi bilan kelishlar. Sog' bo'linglar yaqinlarim. Rahmat e'tiboringiz uchun.